Assalomu alaykum. Men 22-25 guruh talabasi Mahmadjonov Muhammadqodir. Mening mavzuyim benzin distillyatorining ikkilamchi haydash qurilmasi texnologiyasi sxemi. Benzin distillyatorining keng qamrovligi 37-nasos orqali 28, 31, 34 issiqlik almashtirgichlardan 4-pech va 3-refrigeratsiya kolonnaga beriladi. Bosh xomashyo 3-kolonnadan 5-havo 5 va 6 suvli sovutgichlardan 7-kondensatorga beriladi. 7-kondensat hosil bo'lgan kondensatlar 8-nasos orqali bir qismi 3-refrigeratsiya kolonnaning yuqori qismi sug'orish uchun beriladi. Bir qismi 9-kolonnaga yuboriladi. Sirkulyatsion fragma orqali 3-kolonnaning pastki qismi isitiladi. U 2-nasos va 4-pech yordamida pastki qismiga issiqlik yuboriladi. Birinchi nasos orqali 3-kolonnadan 20-kolonnaning pastki qismiga qoldiqlar yuboriladi. 9 va 20-kolonnaga bo'latish uchun ketadigan qaynatgichlar 14 va 19 hisoblanadi. 25-kolonnaga esa ketadigan qaynatgichlar 16 bo'latish hisoblanadi. Bo'latish uchun ketadigan bu issiqliklar hisoblanadi. Har bitta refrigeratsiya kolonnaga 60 tadan tarkibi ketadi. 20-kolonnadagi mahsulotni tepa qismidan 21 va 22 suvli sovutgichlardan o'tib 23-kondensatlar beriladi. Yig'ilgan kondensatlar 24-nasos yordamida 20-kolonnaning yuqori qismiga sug'orilish uchun, bir qismi esa rezervuarlarga beriladi. Kislorod formasi orqali 25-kolonnadagi pastki qismidagi moddalar 27-nasos yordamida 31-issiqlik almashtirgichlardan o'tib 33 suvli sovutgichlarda sovutilib rezervuarlarga jo'natiladi. 20-kolonnadagi pastki mahsulot qoldiqlari 17-nasos yordamida 34-issiqlik almashtirgichlardan o'tib 35-36 suvli sovutgichlardan sovutilgandan so'ng rezervuarlarga jo'natiladi.